Salom do'stlar. Insondagi eng kuchli qurol nima sizningcha? Albatta, bu miya. Kuchli shaxslar kuchli miya egalari aslida. Va bugun biz aynan miyani sekin-asta zaiflashtiradigan va uni kerak bo'lsa yo'q qiladigan 7 ta asosiy qotil haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim omillar ro'yxat so'ngida. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, noto'g'ri turmush tarzi va zararli odatlar miyamizni ishlashiga juda salbiy ta'sir o'tkazadi. Agar bu harakatlarni vaqtida olsak, hayotimizda katta o'zgarishlar amalga oshadi. Xususan, xotira yaxshilanadi, diqqatni oshishi, uyqu yaxshilanishi, kayfiyat ko'tarinki bo'lishi va shu bilan birga chuqur fikrlash. Qiziqarli fakt. 2020-yilda Cambridge universiteti olimlari inson miyasi 25 yoshdan keyin sekin-asta qisqarishni boshlashini aniqlashdi. Lekin noto'g'ri odatlar bu jarayonni yana ham tezlashtiradi va aksincha, to'g'ri odatlar bu jarayonni sekinlashtiradi va hattoki miyani o'sha bizni yoshligimizdagi o'tkir formasini qayta tiklashi ham mumkin. Demak, birinchi eng zararli omil ko'p vazifalilik yoki multitasking. Bir vaqtda o'zida ikkita yoki undan ko'proq amalni bajarish. Ilmiy dalil. 2019-yilda Stanford universiteti olimlari, xususan Clifford Nass boshchiligida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, multitasking miyani diqqat jamlash qobiliyatini juda ham pasaytiradi. Tadqiqotda 100 dan ortiq ishtirokchi qatnashadi va multitasking bilan shug'ullangan guruh yangi ma'lumotlarni eslab qolishda qiyinchilikka duch keladi va diqqatni jamlashda ham. Nima uchun bu miyani qotili? Miyaga bir vaqtning o'zida ikkita yoki undan ortiq vazifa yuklanganida, u har safar yangi kontekstga moslashish uchun 15-20 soniya sarflaydi. Bilaman, bu biz uchun arzimas narsadek eshitilishi tabiiy va biz bu narsalarni sezmasligimiz ham bor gap. Lekin miya shu vaqt oralig'ida juda ham katta bosim his qiladi va ko'p energiya yo'qotadi. Undan tashqari, diqqat markazimizga ham bu katta salbiy ta'sir o'tkazadi. Amerika psixologiya assotsiatsiyasining 2018-yildagi tadqiqotiga ko'ra, multitasking miya samaradorligini naqd, diqqat qiling, naqd 40% ga pasaytiradi. 40% ga. Bu fakt. Multitaskingga misollar. Avtomobil haydab ketilayotganda bir vaqtning o'zida monitordan video tomosha qilib ketish. Ovqatlanib o'tirganingizda smartfonlardan foydalanish. Xullas, bir vaqtning o'zida ikkita harakat ham sizdan ma'lum bir miqdorda e'tibor talab qilishi bu multitasking. Xo'sh, yechim nima? Bir vaqtning o'zida faqat va faqat bitta vazifaga e'tiboringizni qarating. Sizni chalg'itishi mumkin bo'lgan barcha faktorlarni cheklashga harakat qiling. Bu telefon bo'lishi mumkin, bu tashqi shovqin bo'lishi mumkin, bu insonlar bo'lishi mumkin. Va bir so'z bilan aytganda, miyani multitaskingdan himoya qiling. Ikkinchi miyaga eng katta zarba beradigan omil bu uyqu. Aniqrog'i, uyqu yetishmovchiligi. Ilmiy fakt. 2013-yilda Rochester universiteti olimlari Dr. Megan Nedergaard boshchiligida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, uyqu vaqtida miya glifmatik tizim orqali toksinlarni tozalaydi. Agar yetarlicha uxlash bo'lmasa, National Institute on Aging'ning 2017-yilgi ma'lumotiga ko'ra, miyada zaharli oqsillar, beta amiloid va tau oqsillari yig'ilib boradi. Bu nima deysizmi? Alzheimer bilan bog'liq miya o'zgarishlari. Natijada Alzheimer kasalligi xavfi 30% ga ortadi. Qanday qilib buni oldini olish mumkin?
Masalaga yechim juda ham oddiy aslida. Kuniga 7-9 soat sifatli uyquni ta'minlang. Agar uyquni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, mana uyqu to'g'risidagi maxsus videoimni ham tomosha qilishni sizga taklif qilaman. Shu o'rinda yana bir maslahat: kechasi ekran vaqtini kamaytirish. Chunki bu tanada melatonin ishlab chiqarilishini buzilishiga sabab bo'ladi. 3-omil: smartfon va texnologiyalarga qaramlik. Ilmiy dalil. 2019-yilda London universiteti olimlari Dr. Ofer Truell rahbarligida olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, smartfon qaramligi bizni o'zimizni yaxshi his qilishimiz va motivatsiyamiz uchun zarur bo'lgan miyadagi dopamin gormoniga, diqqat qiling, nafaqat salbiy ta'sir o'tkazadi, balki butunlay dopamin tizimini o'zgartirib yuboradi. Bu ma'lumotni eshitganimda to'g'risi o'zim shokka tushib qoldim. Salbiy ta'sir-ku mayli, lekin butun boshli dopamin tizimini o'zgartirishi mana bu jiddiy xabar. Va shu narsani bilganimdan keyin bir narsa aniq bo'ldi. Mana nimaga biz yarim soat diqqatni jamlab kitob o'qiy olmaymiz. Mana nimaga biz ikkita so'z yodlay olmaymiz. Bir kuplet she'rni yodlay olmaymiz. Undan tashqari telefonlardan ko'p foydalanish dopamin portlashini ham olib keladi. Bu ibora nima degani? Biz haddan tashqari telefonlarga bog'lanib qolganimizda miyada sodir bo'ladigan salbiy hodisa. 2021-yilda Harvard Medical School tomonidan smartfondan ko'p foydalanish diqqatni jamlash qobiliyatini 20% dan 30% gacha pasayishi aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlardan doimiy foydalanish shu bilan birga depressiya, xavotir va yolg'izlikni ham oshiradi. Bu narsa fakt sifatida aniqlangan. Xo'sh, qanaqa qilib bu narsani oldini olish mumkin? Albatta, agar hozir men sizga smartfoningizni sindirib tashlang, bor programmalardan chiqib keting desam, bu zo'r yechim bo'lishi mumkin, lekin real voqelikka to'g'ri kelmaydigan yechim. Shunaqa ekan, kuniga kamida 1-2 soatlik raqamli detoksni men sizga taklif qilaman. Xo'sh, bu nima degani? Hamma smartfon, kompyuter, planshetlarsiz vaqt o'tkazish. Oila davrasida bo'lsin, do'stlar davrasida bo'lsin, tabiat qo'ynida bo'lsin va hokazo. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqdagi bo'lmas qisqa muddatli videolarni ham cheklash. Chunki qisqa muddatli videolarni diqqat markazimizga beradigan salbiy ta'siri uzoq muddatli videolarnikidan juda ham katta farq qiladi. Va shu bilan birga ishda mahsuldorligingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, ish paytida telefonda sizga xabar kelganida sizda ekranda paydo bo'ladigan bildirishnomalarini o'chirib qo'ying. Bu sizni mahsuldorligingizga ijobiy ta'sir o'tkazadi. 4-omil: noto'g'ri ovqatlanish. Ilmiy asos. 2015-yilda Oxford universiteti olimlari shuni aniqlashadiki, shakar iste'moli miyadagi yangi neyronlarning rivojlanishini susaytiradi va shu bilan birga miyada paydo bo'ladigan neyrotik omil miqdorini kamaytirib yuboradi. Bu omil muhimligi shundan iboratki, u glyukoza va energiya almashinuvini tartibga soladi va shu bilan birga B hujayralarini charchashini oldini oladi. Biz sevib iste'mol qiladigan fast food va undagi zararli yog'lar bo'lsa, diqqat qiling, miyadagi qon tomirlarini toraytirib, kislorod yetishmovchiligiga olib keladi. Bu Amerika yurak assotsiatsiyasining 2020-yildagi ma'lumoti edi. Miyani zaiflashtiradigan mahsulotlar, shakar, turli xil shirinliklar, sun'iy mahsulotlar, fast foodlar va gazlangan ichimliklar. Xo'sh, yechim sog'lom ovqat tarzi. 5-omil: harakatsizlik. Ilmiy asos. 2018-yilda Carnegie Mellon universiteti tadqiqotiga ko'ra,
harakatsiz turmush tarziga ega odamlarning miyasi 5% kichrayishi mumkinligi aniqlangan. Shu o'rinda James Levin, Ipsen jamg'armasi prezidentining 21-asrdagi harakatsizlikka bergan ta'rifi ham e'tiborimni tortdi. Va u shunaqa ta'rif beradi. O'tirish bu 21-asrdagi yangi tamaki iste'mol qilish bilan tengdir. Ha, hozir bizni harakatsizligimiz 21-asrdagi bu insoniyat tarixida bo'lmagan. Xo'sh, vaziyatni qanaqa qilib yaxshilash kerak? Sport. Yurish, yugurish, harakat miyaga kislorod olib keladi va miyadagi toksinlar chiqib ketishini tezlashtiradi. Hech bo'lmaganda kuniga 30 daqiqa jismoniy faollikni odatga aylantiring. Yugurish, yurish yoki sport zal mashg'ulotlari, suzish. Umuman olganda, qaysi sport turi bo'lishidan qat'iy nazar, eng yaxshi sport turi bu sizni shug'ullanishga majbur qiladigan sport turi. Miyaga juda ham katta zarar olib keladigan 5-omil surunkali stress va salbiy fikrlash. Ilmiy asos. 2014-yilda Stanford universiteti tadqiqotlariga ko'ra, kortizol gormoni haddan tashqari ko'payganda miyadagi gipokamp qismini zaiflashtiradi. Gipokamp bu o'rganish va xotirada katta rol o'ynaydi. Natija xotira pasayadi, depressiya ortadi, yurak xuruj xavfi, yolg'izlik, motivatsiya tushib ketishi va hokazo. Xo'sh, qanaqa qilib bu narsani oldini olish mumkin? Ibodat. Muntazam ibodat qiladigan insonlarning aksariyati psixologlarga deyarli ishi tushmas ekan. Undan tashqari chuqur nafas texnika mashqlari va shukronalik. Har kuni nimadan shukr qilishingizni agar o'zingizga uqtirib boradigan bo'lsangiz, qisqa vaqtda hayotingiz unchalik ham yomon emasligini sekin his qilishni boshlaysiz. 7-chi va eng so'nggi omil yangi bilim ko'nikmalarini o'rganmaslik va miyaga mashq bermaslik. Ilmiy asos. 2016-yilda London universiteti nevrologiya bo'lim tadqiqotiga ko'ra, yangi bilim o'rganish miyadagi neyron bog'lanishlarini kuchaytiradi. Agar yangi bilim o'rganmasak, miyada afsuski qarish jarayoni tezlashadi. Miya zaiflashadi. Altsgeymer xavfi ortadi. Miya xuddi pichoqdek ishlatilmasa, afsuski zanglash jarayoni boshlanadi. Xo'sh, qanaqa qilib miyani yaxshilash mumkin? Kitob o'qish, yangi tillar o'rganish, she'rlar, so'zli yodlash, shaxmat o'ynash, crossword, mantiqiy masalalar. Umuman miyaga zo'riqish beradigan barcha mashg'ulotlar bu bizni miyamizni optimal formada bo'lishini ta'minlaydi. Do'stlar, bugun sizlar bilan miyani 7 ta qotilini ko'rib chiqdik. Ushbu zararli odatlardan qaysi biri sizda bor? Izohlarda yozib qoldiring. Agar siz sog'lom va faol miya istasangiz, bu zararli odatlardan voz kechishingiz kerak. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosasiz, yoqmagan bo'lsa kerak emas. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.